عن عبد الله بن مسعود خبرته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bir vaqt Allohning elchisi aytdi: "Ma taghudduna raquba fikum." Siz nechuk o'ylaysiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalardan so'raydi. Siz nechuk o'ylaysiz? Sizning orada naslsiz, bolasiz kim u? Ya'ni naslsiz, bolasiz kishini kim deb o'ylaysiz deb so'rab berdi payg'ambarimiz. Qala qulna allazi la yuladu lahu. Shundan sahobalar javob berdilar: naslsiz, bolasiz u shuldirki, kimning bolasi yo'q. Ya'ni kimning bolasi tug'magan. Qala laysa zalika birraqub, walakinahu الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. Hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuna aytdi: "Yo'q. Bolasi tug'magan kishi bolasiz tug'il. Haqiqatda bolalari bo'lmagan kishi bolasiz, naslsiz tug'il. Shinniqda bolasiz u shuldirki, kim o'zining bolasini azirlab qo'ymagan. Kim o'zining bo'lgan bolasini azirlab qo'ymagan, hamda olimlar aytadi, buning ma'nosi, ya'ni kimning baligh yoshina yetmagan bolasi o'lmagan. Bolasi vafot bo'lmagan. Shundan davom etdi, qala fama taghudduna as-sur'ata fikum. Payg'ambarimiz aytdi sahobalarga, sizning orada eng kuchlisi kim deb o'ylaysiz? Qala qulna allazi la yasra'uhu rijal. Sahobalar javob berdilar, eng kuchlisi shuldir, kimni kishilar yenga olmaylar. Kim borisidan da kuchli, borisidan da yenga agarda kurashsalar. Qala laysa bizalika walakinnahu allazi yamliku nafsahu indal adab. Shundan so'ng payg'ambarimiz aytdi, yo'q dedi. Kishilarning eng kuchlisi u kishilarni yenguvchi tugil. Shinniqda kishilarning eng kuchlisi u ashuvin tutalgan kishi. Ashuvin tutib qolgan kishi. Birinchidan bu hadisda payg'ambarimizning kishilarni iratuv usuli. Ya'ni payg'ambarimiz boshqa kishilarga so'rov beradi, annar shu so'rovga javob beradi. Turdan-tur aytmay, mana kishilarning eng kuchlisi shuldir. Endi bolasiz kishi u shuldir deb olay aytmay, boshqa so'rov beradi, annar shunga javob beradi. Ham shunga ko'ra endi bugungi kunda agarda birasi kishilarni iratar ekan, bolalarni iratganda beradi, mana shu usulni qo'llanishga kerak. Ham bu eng yaxshi usul, payg'ambarimizning usuli sallallohu alayhi vasallam. Boshqa so'rov berib, annar shu so'rovga javob beradi. Ikkinchisi aytdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, naslsiz, bolasiz kishi u shuldirki, kim o'zining bolasini azirlamagan. Kim o'zining bolasini azirlamagan. Ya'ni kim o'zining bo'lgan bolasini baligh yoshina qadar yetguncha yo'qotmagan, kimning bolasi o'lmagan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ikkinchi bir hadisda aytdi, iza mata waladun lil-abdi qala Allohu lil-malaikati. Agar biror kishining bolasi o'laykan, baligh yoshina yetgan, Alloh farishtalarga aytadi: "Qabattum walada abdi." Siz mening qulimning bolasini oldingizmi deb aytadi farishtalarga. Fayaquluna na'am. Farishtalar "Iyyi" deb javob beradilar. Shundan so'ng Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Qabattum samarata fawadihi." Siz mening qulimning yurak jemishini oldingizmi deb so'raydi Alloh subhanahu va taolo. Yaquluna na'am. Farishtalar "Iyyi" deb javob beradi. Fayaqulu maza qala abdi. Fayaquluna hamidaka wastarja'a. Shundan so'ng Alloh subhanahu va taolo so'raydi, siz uning bolasini olganda, ya'ni uning bolasi o'lgach, mening qulim narsa deb aytdi deb so'raydi Alloh subhanahu va taolo. Farishtalar aytadilar, u senga maqtov so'zlar aytdi. Ya'ni alhamdulillah deb, ham fastarja'a inna lillahi va inna ilayhi raji'un deb aytdi. Fayaqulu Allah, ham shundan so'ng Alloh subhanahu va taolo aytar: ibnu li abdi baytan fil jannati fasammuhu baytil hamdi. Jannatda shu qulim uchun yurt solg'iz. Jannatda shu qulim uchun yurt solg'iz, ham shu yurtning ismin maqtov uyi deb aytasiz. Maqtov yurti deb aytasiz. Shunga ko'ra albatta bolani yo'qotuv u bek og'ir sinov ati-ani uchun.
Аллаһ Subhanahu Teala үзе сакласын мондый сынаулардан. Әмма дә ләкин берәр кеше белән шундый сынау булды икән, әгәр дә ул балаларын югалтты икән инде бу дөньяда, кайгырмасын. Кайгырмасын. Бу сынауны дөрес итеп кабул итсен. Әлхәмдүлиллаһ дип әйтсен. Һәм инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиғун дип әйтсен. Әгәр шулай эшли икән, Аллаһ Subhanahu Teala ана шушы сынау өчен җәннәттә йорт салып куячак. Җәннәттә йорт салып куячак. Һәм шулай ук башка хәдисләрдә килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән шушы бәлигъ яшенә кадәр җиткән балалары әти-әнисен җәннәт ишеге төбендә көтеп торачаклар. Һәм әти-әнисен кулларыннан тотып җәннәткә керәчәкләр. Җәннәткә керәчәкләр. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, нәселсез кеше ул, баласыз кеше кемнең бу дөньяда баласы үлмәгән диде.